Assalomu alaykum qadrli obunachilar, yaxshimisizlar? Charchamasdan yaxshi yuribsizlarmi? Bugun 6-aprel. Birinchi videoyimni qo'ydim, ko'rdilaring. Bu yog'iga endi 2-3 video qilib xudo xolisa qo'yib ketamiz. Kommentariyalar yozibsizlar, 20 ga yaqin kommentariya bo'libdi. Ming rahmat hammalaringga. Maslahatinglarni ayamasdan berib, men uchun jon kuydirib aytibsizlar. Xudo xolasa sizlar aytganda shu emertiqga tushib ko'raman, xudo xolasa. Rahmat, shunaqa maslahatlar bergani uchun. Soatimiz 8 dan 12 minut o'tdi. Kvartirani aytganimdek tashlab chiqib ketdim. Hamma narsa mashinada. Hozir aylantirib mutlaqo ko'rsataman. Bu mashinani minganim yo'q edi. Uyga ketayotganimda tashlab ketganimcha necha ham bordi bilsalaring, shu tashlab ketganimcha qaytib qaraganim ham, minganim ham yo'q edi. Bug'ana keldim, bitta kalitda yurdi. Ya bismillah. Hop. Orada bir shtrafga tushib chiqqan mashina. Xullas, shaltaga chiqib kirib o'lyapti. Xullas, mashinani oldik. Ichida narsalar bor edi. Endi kecha oldingi videoda aytdim, qurilishga chiqaman deb formalarimiz ham bor edi shu yerda. Mana kurtkalar, zimniy kurtka, mana zapasli kiyim-kechak, sapoglar, hamma yo'q. Instrumentlarimgacha bor shu yerda. Adashmasam, urvinim ham bor edi. Arra degandek hamma yo'q bor xullas. Instrumentlarim yetarli. Inshaalloh endi qurilishga chiqamiz. O'sha anchadan beri minganim yo'q edi buni. Endi buni postoyanniy emas, no ishga borib kelishga minamiz. Ammo mashina bir joyda tursa ham ancha chirib ketar ekan. Manetlardan ham уже boshlab maneta shilinib ketibdi. Bitta joyda turib ishib ketar ekan kraskasi mashinani. Endi ustalar bizga endi sef boramiz bir narsa. Xullas mana. Yo bismillah. Mana kurtkam uydan kelyapti, mashina kiyib kelgan edim. Kurtkam mana u ham bitta kurtkam. Bu paratniydan rabochiga o'tayotgan payti shunaqa sumkada narsalarni oldim. Mana ikkisidirg'a custom shumlarim. Gideta 6-7 ta custom shum bor bo'pti. Bularni bo'tga ilib chiqdik. Endi xudo xolasa yangi uyga qarata yo'l olamiz, qadrdonlar. Hammaga rahmat, kuzatib borayotganlarga, like bosgan, kommentariy yozgan, fikrlarini qoldirganlarga hammaga ming rahmat. Xudo xolasa endi yangi uyga qadrdonlar endi. Xudo xolasa yangi uyda ham bir tanishim bor edi, do'stim bor edi, shunga telefon qilib aytdim. Do'stim shunaqa joyim yo'q dedim. Sam kvartiram bo'sh, kelib yashor. U ham o'zi yakka yashardi, bu yil bitta shogirdini olib kelibdi. Shogirdim bilan biz dedi, komandirovkaga ketdik dedi. Uyda biroz borib yashorasan dedi. Kalitda hamma narsani qayerdan olishni ko'rsatib aytib qo'ydi. Xo'p bo'ladi deb. Endi bir haftacha shu yerda yashab tursak, keyin o'zimiz kvartiramiz bo'shab qolsa, shu yerga o'zimizga o'tib ketamiz. Ungacha shuna qilib video qilib turamiz. Nimaga men aynan bepul joyga chiqib ketyapman so'rab, men O'zbekistonda misol uchun qilib aytyapman, agar O'zbekistonda, xo'p, kamerani o'girib olaylik, chiroyli bo'ladi. Mana shuna qilsak yaxshi. Men-ku O'zbekistonda bo'lsam, O'zbekistonda yurgan bo'lsam, puldan, joydan, mashinadan, hamma narsadan qiynalishim mumkin. Vatanga qaytganimda, o'zingni tug'ilib o'sgan joyingdami desalaring, ha, o'zim tug'ilib o'sgan joyimda. Lekin bu yerda Xudoga shukr unaqa narsalardan qiyinchilik bo'lmaydi. Bunga sabab maktabni bitirib, o'sha armiyaga borib kelganimdan keyin mana shu Rossiyaga kelib ishlaganman. Karyera deydi odamlar, karyera mashetda bo'lgan meniga. Ishdan, ko'cha tomonlama, milisa, banisa, har tomonlama, qanaqa tomonlama bo'lsa ham svязlarim bor, o'rtoqlarim, do'stlarim bor. Shunaqa do'stlarimdan bittasiga aytdim, bo'pti, joy berdi, borib. Endi 4-5 kunmi yo bir haftacha yashab tursak, o'zimiz kvartiramiz bo'sh edi. Uni ham ko'rib tursalaring, davomida o'tamiz. Kanalda bu yog'iga
shunaqa vlog qilib boraman, o'zimni hayotimni ko'rsatib. Endi biz ertalabda havoimiz ajoyib, yomg'ir yoqqandek bo'ldi. Ozgina yomg'ir yog'di-yu, no dalcha yog'ib ketmadi. Biz endi ketamiz. Mashinani ham bir qator yuvish kerak, cho'miltirib, netib degandek. Hamma yo'q, nima qilish kerak? Qator qarab, yuvib, netib nima qilish kerak? Shunaqa gaplar azizlar, bo'lmasa hammaga rahmat. Kuzatganlarga hammasi yaxshi. O'sha bir 4 soatmi oldin video qilib qo'ydim. 3:30 larda video qilib qo'ydim. Shundan keyin uxlaganim yo'q. Yarim soatmi ko'zim ilashib, shu bilan uyg'onib ketdim, yana uxlolmadim. To'xtanglar. To'xtanglar. Biz zavtrak qilishimiz kerak. Vot ana gap qaytdi. Zavtrak qilishimiz kerak. Qonimiz har doimgidek ochgan yo'q. Hammasi joyida. Hammasi normalniy. Qorin ochgan yo'q. No, choy ichimiz kerak. Nonushta qilish kerak. Hozir borib nonushta qilamiz, bo'lsa kuzatib turinglar. Birga nonushta qilib o'sha oshxonani o'zida sizlar bilan haylashamiz, bo'lsa kuzatinglar, bo'lmasa. Hozir biz maytdan o'yinga burilib ketamiz. Mana trolleybuslar borisha qilyapti bizlar. Hammasini o'zbeklar miyada. Uni ko'ki yangi keldi Sankt-Peterburgdan. Mana yashillar, eski nimalar, mana trolleybuslar. Asosiy minadigan 99% o'zbeklar, tojiklar. Eng ko'pi ayniqsa o'zbeklar. 60% o'zbeklar bo'lsa, 1% местныйlar bo'lsa, endi boshliqlari bir nimalar местныйlarda. Ancha bu mashinaga qo'lim chiqib qolibdi. Mana Mister Pizza degan pizzaxona bor. Shu yerga kiramiz sizlar bilan. Amaga shu yerga bo'lsa, yuring. Bugun yakshanbaligiga hamma uxlayapti. Ular uxlashmayapti. Erta turishdi. Ana. Qani ketdik bo'lmasa. Uyimizga eng yaqin joy mana shu yerda, shu yerga kiramiz. Bu ham Farg'onaliklarda nimasi? Это somsa. O'zimiz milliy somsalar, bu tatarskiy ish pishmoq. Elish bu tatarlarda milliy yeguliklari, bu o'zimizkilar. O'zbekcha. Buni oyoqlar qanotcha. Mana ular ham bir tatarcha bir narsalar. Mana tovuq go'shiga ichiga qiyma solib urilgan. Bu turkcha paxlava. Olmay? Videoga olavuraymiz sizni? Tujimsiz? Charchamayapsizmi? Marg'ilonlik ukamiz. Echimyonlisiz, a? Narigi noshtek bo'la marg'ilonlik. Nima berasiz? Bitta nima qilib bering, pizza qilib bering, bo'lsa. Sletniy salatim qilib. Qo'ziqorin, piyoz, sir, pomidor bodring, karam, bunaqa souslar. Go'sh. Qalampirlar. Bu yerda menyular. Qancha bo'ldi ishlayotganingizga? Ishlayotganingizga qancha bo'ldi? Qancha bo'ldi? 1 yil bo'ldimi? Bo'ldi. Просто siz pizza qilib bersangiz yeb qo'ying. Salfetka bering yana. Choy, pizza. Bo'ldi. Choyni aralashtirgani cho'pacha olmabmiz. Xo'p. Menga bo'lmasam yoqimli ishtaha. Keyin yo'llarga yana gaplashamiz sizlar bilan. Xo'p. Ertalab videoni boshlagandim. Kvartiradan chiqib ketdim, mashinada o'tirib video qildim. Undan keyin kafega kirib zavtrak qildik, nonushta qildik. Bugun
Obed qilish esimdan chiqib qolgan ekan. Obedda 2:30 da obed qildim. 2:30 da obed qildim. Hozirgina mana 8 bo'ldi soat ujin qildim. 8:30 bo'ldi. Ujin pashti 9 ham bo'lib qolishi shekilli adashmasam. Joy masalasi bo'yicha do'stimga aytgandim, shunaqa deb bo'pti dedi. O'zi komandirovkada ekan. Uyimga kelib yashab turardi. Keldim hozir. Hali obedda ham bir qator kelib ketgan edi. Mana shu masjid yonida, ya'ni mana oila masjidi deyiladi. Rustamjon domla, shu yerda imom, bosh imom Rustam hazrat deyiladi. Ismlari Rustamjon. Nihoyatda yaxshi masjid. Xuddi O'zbekistonda qanday namoz o'qilsa, shunaqa namoz o'qiladi bu yerda ham. Xuddiki bizda O'zbekistonda mashhur bo'lib ketgan domlalar kimlar? Misol uchun masjid imomlari bo'ladigan bo'lsa, Shukrullo domla, Abror Muxtor Ali, misol uchun rahmatli bo'lib o'tib ketdi Yorqinjon domla, shularga o'xshash bir ilmi kuchlik ham mashhur auditoriyaga keng zo'r domla. Gapirganda o'zbekchani ham biladi bu odam. Xullas, mana shu masjidda yonida mana bu domlar bor. Mana shu domlarga kelib xudo xolasa joylashdik. Endi ketkinimiz uchun mana shu yerda turib turamiz. Mana shunaqa gaplar azizlar. Kelib oldik. Videolarimizda xavotir olayotganlar bor ekan, yozayotganlar bor, kommentariyalarda o'qib turibman. Ko'pchilik maslahat beryapti. Joningni qiynab fizически mehnat qilib ishlasang, charchaysan, uxlaysan deyapti. Xudo xolasa qilyapmiz. Charchab uxlaymiz xudo xolasa. Ertalab nechida yotdim? 5larda yotib 6larda ham turdim. 2 soat uxladim deylik, guruh qo'pol qilib aytganda 2 soat uxlagan bo'lsam, mana hali uyqum kelgan yo'q, charchaganim yo'q. Bemalol yuribman. Mana shu podyezdmida adashmasam, yo naridomda podyezdmida. Xullas, shunaqa qilib keldik. Mashinani parkovka qildim, zaqqa qildim. Naqdiy magazinda oldiga, chunki meni ko'ryapsizlar. Bu yerda mashina yo'llarga ham to'shay. O'zi mana tomonga mashina qo'yish mumkin emas kitobida. Chunki badga skoriy pomosh keladi, pojarniy, bir milisa bir narsalar kelish mumkin. Lekin odamlar qo'yib tashlashning iloji yo'q endi. Men ashi domdan nariyoqqa o'tganda magnit magazin bor. Shu magnitni nimasiga qo'ydim, parkovkasiga qo'yib keldim. Shunaqa mana shu joyda xudo xolasa. Batta xudo xolasa 10 yoki 11 chislagacha shu yerda bo'lib turamiz. 4-5 kun endi shu yerda jon saqlaymiz. Keyin o'zimiz joyimiz tayyor bo'ladi. O'zimiz joyimizga chiqib ketamiz. Ertaga dushanba registratsiyaga qo'yamiz. Chegaraga kirib chiqib kelganimizga ham ertaga 7 bo'ladigan bo'lsa 8 kun bo'lar ekan. Registratsiyaga qo'yishga sirazi patent topshirib qo'yamiz. Shu bilan ishda davom etamiz. Nima qilamiz? Shunaqa gap, ba'zilar salomat bo'lasizlar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Albatta kimgadir keraklarni unutmanglar. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Kuzatayotganlaring uchun rahmat hammaga. Sog' bo'linglar.